Assalomu alaykum parranda va inkubator ishqibozlari, sizlarni kirib kelgan Ro'za Ramazon bayramini tabriklayman. Xudo xohlasa sizlarga Ramazon oyi uchun inkubatorlarimizni chegirma narxlarda taqdim qilamiz. Chunki o'tgan safargi videomizda narxlar bo'yicha juda ko'pchilik shikoyat qildi. Shuni inobatga olgan holda sizlarga narxlarni qo'ldan kelgancha pasaytirib narxlarni taqdim qilyapmiz. Xo'p, inkubatorlarimizni buyurtma berish bo'yicha pastda yozilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Iloji boricha Telegramdan yozsanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu yozilgan raqamlarda hammasi Telegramlar bor. Hamma ma'lumotlar Telegramdan iloji boricha tezroq javob berishadi. Chunki abidgacha sotuvchilarimiz o'qishda bo'ladi. Abiddan keyin qo'ng'iroqlarga javob beradi va taroveh namozi paytida ham telefonlarni ko'tarolmay qolishlari mumkin. Shuning uchun iloji boricha Telegramdan yozsanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, xarid qilish bo'yicha ikki xil turi bor. Marketplace'lardan sotib olish yoki o'zimizdan xarid qilishinglar mumkin. Vodiy bo'yicha o'zimizni manzilimizga, uyimizga kelib, Andijon viloyati Shahrixon tumani Segizoqum qishlog'iga kelib, uyimizga kelib, manzil lokatsiya tashlab beramiz. Manzilimizdan kelib xarid qilib olib ketsanglar bo'ladi. Yoki vodiy bo'yicha taksilardan dastavka xizmatimiz ham bor, faqat pullik bo'ladi. Keyin Vodiy, Voha, Toshkent, boshqa tomonlarga Express pochtalar orqali jo'natamiz. BTS, Yemu Express shular orqali sizlarga oldindan to'lov qilgan holda dastavkalarimizni yetkazib beramiz. Oldindan to'lov kart orqali bo'ladi yoki Paynet xolis orqali ham xarid qilsanglar bo'ladi. Bu ham kart orqali onlayn to'lov bo'ladi yoki yana ikkinchi turi marketplace'lardan xarid qilsanglar bo'ladi. Uzum Market va Yandex.Go platformasidan bemalol bizning mahsulotlarimiz bor, xarid qilishingiz mumkin. U yerda tekshirib qo'yasizlar. O'zi inkubator do'konidan bo'lishi kerak bo'ladi. Pastroqqa tushsanglar, kartani topgandan keyin, inkubatorda kartasini topgandan keyin pastroqqa tushsanglar, pastroqda do'konning nomi yozilgan bo'ladi. O'sha do'kon nomi o'zi inkubator bo'lsa, bizning mahsulot bo'ladi. Bemalol xarid qilib, bizga qanday ishlatish bo'yicha yoki YouTube kanalimizga kelib qanday foydalanish bo'yicha videolarni ko'rib, batafsil ishlatish haqida to'liq tushuncha olishingiz mumkin. Xo'p, inkubatorlarimizni narxiga keladigan bo'lsak, bu yerda 24 talikdan 1000 talikgacha bo'lgan inkubatorlarimiz mavjud. 24 taligimizning inkubatorimizni narxi 700 ming so'm chiqdi. 850 ming so'm bu 36 talik inkubatorimiz. 64 taligimiz 1 million 200 ming so'm. O'tgan safargi narxi 1 million 300 ming edi. Bu yangi inkubatorimiz 100 talik bir etaj bo'ladi. Narxi 1 million 300 ming so'm chiqdi. Bundan atiga 100 ming so'm farq qiladi. Bu inkubatorimiz 128 talik 1 million 500 ming so'm. Xo'p, bu inkubatorimiz 200 talik bo'ladi. Bunimiz 1 million 900 ming so'm. Bu yangi inkubatorimiz. Bunga o'zimiz ancha-muncha qo'shimchalar kiritdik. Bu inkubatorimiz o'zi ko'rinishi oddiygina yuqa plastikdan bo'ladi. Uni hech qanaqa issiqlikda ushlab turish xususiyati yo'qligi uchun o'zimiz upakovkada kelgan penoplastning ustidan mana bunaqa samakleshi oboydan mustahkam shunaqa nakleykali oboydan foydalanib, mahkamlab ixcham holatga keltirdik va issiqligini ham ancha-muncha inkubatorimizga ko'rik berib turibdi. Buni qilishimizdan maqsad issiqligini yaxshi ushlab turish uchun. Bu inkubatorimiz ko'ryapgan bo'lsangiz, shunaqa tortmalar bilan tuxumlarni terib va har bir etajni alohida qilib ajratib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xo'p, bu yerda 5 etaj, xohlasangiz 1 etajni qo'yib foydalansangiz bo'ladi, xohlasangiz 5 etajni ham qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Bu inkubatorimiz to'liq avtomat, namlik, issiqlik, harorat hammasini o'zi nazorat qiladi. Bu inkubatorimiz keladigan bo'lsak, bu inkubatorimizga buyurtma berasizlar. 1000 talik inkubator bo'ladi. Buyurtma berasizlar. Buyurtma asosida bir hafta ichida tayyorlab yetkazib beramiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, xuddi shunaqa yashiqdan 10 ta bo'ladi bu yerda. Hozir naryoqda turib yashiqlarimiz, hozir bittasini solib sizlarga ko'rsatish uchun ko'rsatib beryapmiz. Bu inkubatorimiz utepленный inkubator bo'ladi. Ichida penoplast bor, ichki tashqi korpusi PVH dan bo'ladi. Bu PVH dan qilishidan maqsad birinchidan elektr tokini o'tkazib yubormaydi, plastik. Ikkinchidan bu unaqa tez yonuvchan narsa emas. O'ziga yarasha qulayliklarga ega. Xo'p, bu inkubatorimiz to'liq avtomat bo'ladi. 220 da faqat 220 da ishlaydi. Namlikni, issiqlikni hammasini o'zi nazorat qiladi. Bu yerda mana idishini ko'rayotgan bo'lsanglar, bu suv idishni to'ldirib qo'yamiz. O'zi avtomatik ichkariga namlikni boshqarish uchun suvni avtomatik tortib turadi. Bu yerdan inkubatorimizni tepa qismini, mexanizm qismini ham ozgina hozir ochib ko'rsatib berishimiz mumkin. Mana
Ko'rayotgan bo'lsanglar, ventilyator, suv idishlari, miyasi, isitish tentlari hammasi joylashgan bo'ladi. Inkubatorimizga, xudo xolasa bu inkubatorimizga ham garantiya beramiz. Bu inkubatorimiz chala yarim tayyor inkubator. Kimda kim buyurtma bersa, bir hafta ichida tayyorlab yetkazib beramiz. Xo'p, yana ko'rinishiga keladigan bo'lsak, bu 24 talikdan 500 talikgacha bo'lgan inkubatorlarimiz bu Xitoydan keltirilgani. Bu 1000 talik bo'lsa, buyurtma asosida o'zimiz yasab beramiz. Bular zavodskoy bo'ladi. Bu ham Xudo xolasa hamma narsasi zavodskoy inkubator zapchastlarini olib keltiramiz. Faqatgina korpusini o'zimiz terib, yashiklarini ham hammasini Xitoydan olib keltirib terib beramiz. Bu inkubatorimiz keladigan bo'lsa, bu inkubatorimiz Xitoydan keltirilgan. Faqatgina biz ozgina qo'shimchalar kiritib, mukammallashtirdik. Xudo xolasa hammasi garantiyasi bilan joyida bo'ladi. Xo'p, inkubatorlarimizni kichkina mini inkubatorlarimizga keladigan bo'lsak, bu inkubatorlarimiz ham to'liq avtomatlashgan bo'ladi. Issiqlik, namlik, pavorot, signalizatsiyadan aytadigan bo'lsak, xo'p, 64 talikdan 200 talik, 500 talikgacha bo'lgan inkubatorlarimizni signalizatsiya ovozi. Inkubatorimizni qo'shimcha komplektlariga keladigan bo'lsak, ichida ovoskopi, xo'p, paylkasi chiqadi, suv idishi, bu yerda mana namlikni boshqarish uchun motorchasi chiqadi. Xo'p, bu yerda 220 razyomnik va akkumulyatorga ulagani 12 volt razyomniki chiqadi. Ha, yana bir narsa, inkubatorimiz ichidan mana bundaqa jadvali chiqadi. Inkubatordan qanday gradus, namlik hamma narsasidan foydalanish bo'yicha yo'riqnoma. O'zbekcha bu, o'zimiz ichiga solib qo'yamiz. Bu esa inglizcha bo'ladi. Telefon programmasi orqali tarjima qilib o'qib chiqsangiz ham bo'ladi. Qanday foydalanish bo'yicha. Inkubatorimiz to'liq avtomatlashgan bo'ladi. Tepada mana bundaqa havosini ochib yopib, namlikni oshib ketgan paytda ochib qo'yib, namlikni tushirsak bo'ladi. Xo'p, akkumulyatorga ishlaydi deb aytdik. Faqatgina akkumulyatorga foydalanganda 220 o'chgandagina akkumulyatorni ulaymiz. Keyin svet yongandan keyin akkumulyatorni uzib qo'ysak bo'ladi. 220 ni uzib qo'ymasak ham bo'laveradi. Faqatgina 220 bilan 12 volt doim ulanib tursa, akkumulyatorimizni zaryadini ketkizib qo'yishi mumkin. Kerakli paytda, svet o'chib qolgan paytda akkumulyatorimiz zaryad yo'q bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ekosini doimiy ulab qo'yib bo'lmaydi. Inkubatorimiz tepasidan ochiladi. Shunaqa roliklarga teriladi. Qatorma-qator tuxumlarni parallel ravishda bir qator qilib termasda uchini ko'tini uchiga qilib, chalama-chakki qilib teriladi. Bu yerda temperatura datchigi bor. Buni bo'shatib ostirib qo'yamiz. Bu akkumulyatorga pavorotimizga ulash uchun razyomniki bo'ladi. Xo'p, bu yerda ikkita ventilyator, havo aylanish yo'llari, roliklarimiz, pastda gubkasi bor, namlikni ko'tarish uchun. Mana bu yerda esa namlikni boshqarish uchun motorchigimiz bor. Motorchigimizni ko'rayotgan bo'lsanglar, mahkam va bo'shroq qilib qo'ysak bo'ladi. Buni mahkam qilib tortib qo'yamiz. Chunki motorimiz o'chgan paytda ham suv ketib qolmasligi uchun mahkam qilib qo'yish kerak bo'ladi. Bu tomonini suv idishga solib qo'yamiz. Mana bu idishga yoki o'zingiz kattaroq suv idish qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Bu tomonini esa bu tomonga mana buni ulab shu yerga ilib qo'ysak bo'ladi. Kerakli paytda motorimiz ishlab, namlik tushgan paytda motorimiz ishlab, suvni ichkariga tomizib turadi. Namlik oshgan paytda bu motorimiz o'chadi. Mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana qopqog'ini ochganimizga gradusi issiqligi tushib ketganligi uchun signal cho'lyapti. Shunaqa ogohlantiradi. Namlik oshib ketsa, namlik tushib ketsa, issiqlik oshib ketsa, issiqlik tushib ketsa, shunaqa favqulodda o'zi ogohlantiradi. Shunaqa xususiyatlari bor. Ekranchasini ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda mana issiqlik, namlik, kunini, mana bu yerda mana avariyning holatini ko'rsatyapti. Bu yerda esa isityapti degan ma'noni beryapti. Xo'p, bu yerda knopkalari, turli xil knopkalari bor. Bu yerda tuxumni tekshirish uchun ovoskopi. Xo'p, bu yerda minusni ezib qo'ysak, signalizatsiya o'chadi. Plusni ezganimizda mana ko'rayotgan bo'lsanglar, pavorotimiz aylanyapti. O'zi aslida 2 soatda bir marta aylanadi. Ya'ni o'zingiz aylantirmoqchi bo'lsangiz, plusni ezib bemalol aylantirsangiz bo'ladi. Bu yerdan esa parranda turini o'zgartirishimiz mumkin. Mana tovuq parranda turiga o'tdi. Endi hammasini o'zi avtomatik tarzda boshqaradi. Xo'p, inkubatorimizga birinchi foydalanishdan oldin 12 soat suqib qo'yamiz inkubatorda. To'liq tushuncha olamiz videolarda ko'rib, tushuncha olganimizdan keyin qanday foydalanish bo'yicha
ichi to'liq isib olgandan keyin tuxumlarni qo'yamiz. Aytganimizdek, tuxumlarni birin-ketin emas, pala-partish qilib, uchini ko'tiga, ko'tini uchiga qilib, chunki tuxumni bir tomonga qaratib qo'ysa, tuxum bir tomonga yig'ilib, tiqilib qolishi mumkin bir tomonga. Shuning uchun pala-partish qilib terilsa, tuxum o'rtada muvozanatda turadi. Xo'p, yana aytadigan bo'lsak, tuxumni qo'ydik. Tuxumni qo'yganimizdan keyin, xo'p, bir haftagacha inkubatordan iloji boricha qopqog'ini 2 kunda bir yoki har kuni bir marta 5 minutgacha ochishimiz mumkin. Xo'p, 10-dan 19-gacha bu yerda jadval yozib qo'yibdi. Mana 8-dan 18-gacha 10 daqiqadan shamollatiladi deb qo'ydi. Bu shamollatish qanday qilinadi? Inkubatorimizni qopqog'ini shunchaki shunday qilib ochib qo'ysak ham bo'ladi. Ichidagi zaharli havo chiqib ketadi. O'rniga sveji toza havo kiradida tuxumlarimiz ozgina nafas oladi. Shunda rivojlanish yaxshi bo'ladi. 8-dan 18-kungacha 10 daqiqadan shamollatiladi. Xo'p, 19-kuni 21-kunlari rolilarimizni tashqariga olib qo'yamizda. Mana bu rolilarni tuxumlarni olib turib, rolilar tashqariga olinadi. Bu setkaning ustiga tuxumlarni yoyib qo'yiladi. Mana bunda ko'ryapgan bo'lsanglar, mana bundaqa suv sepadigan o'zini antiseptikka o'xshagan idishi bor. Bunda tuxumlarning ustiga 19-kuni, 20-21-kunlari kuniga 4-5 mahal tuxumlarning ustiga suv sepib turiladi. Tuxumni ustki postlari yumshash uchun. Ustki postlari yumshasa, ochib chiqishi oson bo'ladi. Chunki ko'pchilik shu yerda xato qilib qo'yadi. Postlog'i qattiq holda ichida nobud bo'lib o'lib qoladi. Namlikka e'tibor bermaydi. Namlik iloji boricha o'zi avtomatik boshqaradi, ya'ni e'tibor berib turamiz. 19-kundan 21-22-kungacha 70-80% turadi. Xo'p, umumiy foydalanish bo'yicha tushuncha berib o'tdik. Xo'p, yana qayta foydalanayotgan paytingizda kuniga e'tibor berib, yana 1-kundan boshlab foydalanishlaringiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, video yoqsa albatta like bosib, kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar. Xo'p, keyingi videolarda sizlarga yana ham ko'proq ma'lumot berish uchun kanalimizga a'zo bo'lib qo'ysanglar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ha, yana bir narsa, kimda yana qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, shu videoni tagida kommentariyada yozib qoldiringlar. Yana to'plab, Xudo xohlasa, sizlarga savollarni to'plab video obzor qilib sizlarga tushuntirib o'tamiz. Salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha bayramingizni yaxshi o'tkazing.